Bir daqiqada buxgalteriya mini kurs 17-qism. Darslarni yo'qotib qo'ymaslik uchun saqlab qo'ying. Bugun sizlar bilan savdo korxonalarida qanaqa qilib buxgalteriya yuritilishi to'g'risida gaplashamiz. Savdo korxonasi bilamiz, tayyor mahsulotni oladi va uni tayyor holatda sotadi. Biror bir o'zgartirish kiritishmasdan. Bu nima degani? Bizga har qanday kirib kelayotgan joriy aktivlarimizni tovar degan shotga joylashtirishimiz kerak bo'ladi. Demak, bundagi maqsad qayta sotish. Uni biz o'zimiz ishlab chiqarish maqsadida emas yoki unga o'zgartirish kiritish maqsadida emas, aynan olib sotish maqsadida olganmiz. O'shaning uchun ham u faqatgina tovar degan shotda yuritiladi. Bunda nimaga asosan ahamiyat berishimiz kerak bo'ladi? Savdo korxonasida tovarni to'g'ri prixod qilib va uni sotilishini to'g'ri nazorat qilishimiz kerak bo'ladi. Ya'ni kirimi va chiqimini va unda sotish xarajatlariga nimalar kiradi? Shunga ahamiyat berishimiz kerak bo'ladi. Uni asosan ikkita shotda yuritamiz. Demak, bizga tovar kirib kelayotganda 29.10 ga 60.10 va 44.10 ga 60.10 bu yerda NDS bilan, ya'ni qo'shilgan qiymat solig'i bilan kirib kelishini provodkasini berganmiz. Keyingisi savdo korxonasida har qanday xarajatlarimiz sotish xarajatlariga borishi kerakligini bilishingiz muhimligi uchun 94.10 ga oylik ish haqqi ham boradi, 94.10 ga ijara xarajatlarimiz ham boradi, 94.10 ga boshqa agar biror bir xarajatlarimiz, ya'ni eskirish xarajatlarimiz, amortizatsiya xarajatlarimiz bo'ladigan bo'lsa ham 94.10 ga 02.30, 02.20 provodkalari bilan eskirish xarajatlarimiz ham boradi. Demak, savdo korxonalarida tovarni to'g'ri kirimini bilishimiz kerak va xarajatlarini sotish xarajatlariga to'g'ri aks ettirishimiz kerak bo'ladi. Darslarimizni yo'qotib qo'ymaslik uchun bizga obuna bo'ling va buxgalteriyaga qiziqadigan tanishlaringizga jo'natib qo'ying.